Sözlerge könmeydi insan Yüreğide yansa muhabbet Baxtimizde sözleydi aman Qara cinem biz düşken sürer Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Düşündürme hiç kimge gülüm Benim üçün yalgan dilimni Bu taqdirimin sınaqlarıdan Tangı tayli bergin kulumni Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Tuyuqsizlik chiqqan bu gapga Ildar qanday ishnadi deysa ukam. Şunu sizlar Ildarni bek eplabmi ketmanglar ukam. Haqiqiy avvalgi ko'z yetganda uning yuragi illib qolar ukam. Bu yük senin üstünde. Ildarning yuragidagi bu muzni faqat sen erita olaysan. Nadire adam undaq degan bilan ota-onamning turmushini o'z ko'zi bilan ko'rib boqmadi adash. Pul chiqga, mol dunyosi chiqga, qo'li nega uzat shu yerga yetadiga deb ko'nglimni tushmagan bir odam bilan to'y qilsang oqit qandoq bo'ladi? Hech nim bo'lmas Shirin. Ota-onam menda rozi bo'lsa bo'ldi-ku. Mol dunyosini pesh qilib, mana ota-onani manbi qilyapman deb yuzingga silaversa qandoq qilasan? Yaxshi ko'rmagan odam bilan to'y qilgan Nadira adam o'lib qolmadi-ku ana. Ildar akam da ishqisini tutgan uyga qarag'ina odamning shunda qavis keldi. Hamma odam Ildar akamga o'xshamaydi adash. Mol dunyoni qo'g'lishib, puldorlar bilan to'y qilib, burni tashiq tekkan qizlarmi oz emas Arzuga? Bilma adash. Nadira adam mana shundaq dedi. Lekin yaxshi ko'rishib, to'y qilib, ajrashayotganlar shundaq chiqqu. Men Osimga ishchiniman. U menga chiqidim. Men ota-onangizning molidan yaxshi xabar olaman, sizni cho'qim qadrlayman deb bekchi qo'yadigan berib ketdi. To'y qilmoqchi deydi adash. Ish qilib kim pushaymon qilmasanglar bo'ladi-ku. Pushaymon qilmayman. Osim ota-onamning oldidan yaxshi xabar olsa, men uning quli bo'lishga rozi. O'zimning samimiyligi, vafodorligi bilan men uni cho'qim ta'sirlantirman. Hey tam, men bilmaydigan Arzugul emas qilsan. Saliydigan nima g'ururingni tekkan vaqtida tasqag'anting o'rindiqni peshiga otqili.
Asım degan bu boyvatcan mol dunyosini pashq qilib g'ururingga tegiversa, ha xo'jam silning rost deb peshon sangiltib o'tiraveramsan. Chidayman Shirin. Ota-onamla qo'shil bo'ladigan ish bo'lsa, qanchalik ig'irchilik bo'lsa ko'taraverma. Yaxshi so'z tashni yarar deydigan gap bor cho'nglarda. Men bu chiroyli so'zlar bilan Osimni o'zimga bog'lab olaman Shirin. To'ydan keyin muhabbat deganni sen anglab baqqan-ku. Men bu Nadira odamga o'xshash ashtaq muhabbatga cho'qim erisha olmayman Shirin. Seni eng yaqin do'sting turib, seni bunchalik dunyo xumarliqini bilmabdi ekanman Arzugul. Hozir kallangga Osimning mol dunyosiga kirib olgan o'xshaydi odash. Shu ko'nglingni bir chatga qayirib qo'yib, ishimga kelganini ko'ray deb balbog'liga o'xshaysan. Ansirma Shirin. Bu mening dunyo xumarliqim emas. Agar men dunyo xumar bo'lgan bo'lsam, Allıburun Salik azabning qapqiniga dastlab bo'lgan bo'lardim shundaq-ku. Şoňa men qo'lini naga uzatsa shu yerga yetadigan Osimga tegishini to'g'ri ko'rdim. Meni to'g'ri tushungin. Ko'ngling tushgan yigit bilan to'y qilsangmi, ota-onani rozi qila olmaysan odash. Uning ustiga hozir hukumatni dehqonlarni boy qilishga kuchayapti emasmi? Ota-onani rozi qilma deb o'zing yaxshi ko'rmagan bir odam bilan to'y qilib, o'zingni o'tning ichiga tashlasang bo'lmaydi Arzugul. Bizning ota-onamizning ortiq nima boyligimiz bor deysa. Ular uchun o't ko'ysak nima bo'pti? Ammo men Osimga ishinaman. U meni hargiz o'tga tashlamaydi. Uning degan gaplarini anglab, mening ko'nglim shundoq yurib ketdi degina. To'yning oldida bergan va'dalarga to'ydan keyin amal qila olmaydigan yigitlarmi oz emas Arzugul. Şoňa Osimning va'dalarini anglab o'shon yo'qitib qo'yma. Mol dunyo ko'zingni xiralashtirib qo'ysa, osonlik xato yo'lga menib ketsa adash. Men seni yaqin do'stim deb ish sirlarimni aytib bersam, meni ayblab ketding-ku Shirin. Ota-onamning oldidan xabar olmoqchi bo'lganim, ular uchun o'ylashqinim mening gunohim bo'lmagandi. Men sen ota-onangning g'amini yema demadim adash. O'zing yaxshi ko'rgan boladan to'y qilsangmi, ota-onang yoriylik bo'la oladi. Sen baxtsizlik uçursan, ota-onangning yeganlari zahar bo'ldi bilamsan. Ota-ona uchun o'zining qizining nikohda mag'lub bo'lganini ko'rishdim ig'ir azob bo'lmasa kerak. Mening ansirayotganim dal mushu. Bularni o'ylama deydimsa, adash. O'yladim, jiq o'yladim. Oxirida yenila Osim bilan to'y qilishni to'g'ri ko'rdim Shirin. Men siningmi, ota-onamningmi umidini cho'qim yerda qo'ymayman. Bulardan ansirmagan bo'lamdi. Men o'zimga ishinaman adash. Eldar bilan Nadira siz bilan birga ketsin. Siz yolg'iz qolibsiz. Ular sizga berib hamroh bo'lsin. Yaxshi gap efendim. Mening maqsadim Eldarni seni ayırıp ketish emas. Men seni rozi qila olsam, shu mening uchun orzuyim. Sizlar ansam, sening tan salomatlik degandek yaxshi emaskan. Şoňlaşqa bu vaqtida Eldar sizlarni yaninglarda bo'lib, sizlarga hamroh bo'lish kerak. Yo'q. Siz bek jafo tortibsiz. Yolg'izlik degan intayin yomon. Can gündüz çiçeklendi olsunlar. Eğer Eldar'ın köyüz kelse, kelip bizni körüp ketse boladı bu. Seni seğinsam, Eldar'ını seğinsam, men kelay. Bunu biz hazır oruq tuqqandak olduk ku. Rahmet. Bizni tuqqandak köygünümüzge. Sizlarni çoxum yaqin ko'rishim kerak bu. Sizlar mening dunyodagi birdan bir yurak paramning shafqatsiz to'sanglar. Bir narisiydi balını, yıkıp qatar qo'shish bir atanın mecburiyeti. Biz fakat şu mecburiyetini ada qildik xolos. Shunsi, men shu mecburiyetimni ada qilamadim. Şoňlaşqa sizlarning oldinglarda, Eldarning oldida yer bo'ldim. Undaq demem. O çağda siz o balını beqish imkoniyati bo'lmagandi. Aras, sanamning deyishcha
siz bundan burun bir kelib ekansiz, ha? Shundaqmi? Ras kelgan. Soda setiq sabablari bilan bu yerga kelgan. Savdo setiq ishlari bilan kelgan, tamam. Ben onun oynagan vaqtlarda, o'qigan maktablarda ko'rib, soatlab yig'laydim. Uni bag'rimga besib, bolam deyish imkoniyati yo'q. Sizlarga avarchilik, g'am andish akilishni, Eldarni cho'chitib qo'yishni xalamaydim. Eldar mendan qanchalik nafratligini bilaman. Şolaşqa sizlarni uyanglarga berib, ahlinlarga yetolmadim. Biroq men endi umrimning oxirigacha sizlarning ahlinlardan xabardor bo'laman. Siz hozir nima savdo bilan shug'ullanyapsiz? Biz burun dengiz yaqinlaridagi shirkatlar bilan hamkorlashib tijorat qilayotgan. Hozir diqqatimizni mushu rayondagi shirkatlarga qaratyapmiz. Yurtimizning atisi cho'qim go'zal bo'lib ketadi. Shundoq. Hozir o'zgarishlar bakchiq. Rayonimiz bak taraqqiy qilib ketdi. 20-30 yilning oldidagi u qiyofatlarni hozir topqilib bo'lmaydi. Karxanchilarmi ko'payotdi. Siyosatlarmi bak yaxshi. Mulozimat saviyasimi bag'ansiri a'lolashyapti. Qandaq başlarınız ağrıyatamdı? Qiziqib qoldi. Ay. Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshimi adash? Yaxshimi adash. Yaxshi qolibsizmi? 由于工作太忙了，也没有来看你。你不会生气吧？你们不来我才会生气。哎呦喂，我们这是心疼娜娜，不是来看你的。我也来了。Balam, ben bu geplerini sen qanchalik taslikda, qanchalik azobda deyotganligimni tushunsam bo'pti ekan. Senmi bir dadog'i? Ben tirik yurayotganim bilan shurugimning qanchalik mo'jilayotganligini o'zimdan bilaman, balam. Bu bir takdir kısmet. Bunun gıdadan ikimiz. Hem sen. Bu reallık yüzlenmey. Amalımız yok balam. Onda kalma. Bu şundak vakitte. Bana bunda muamel kısam. Sunuğun könglimni. Lahtı kıvitelken sen balam. Ben seni apam. Sen benim yürek parem. Hazırkıdek vakitte dadan ikimizden köngülünü düşersen bulattı o balam. Qiziq kichkina bu oppa. Qaysi so'zi bilan tiyaldigina bundaq gapni? Men bo'lgan bo'lsam, seni kim tanıydı degan bo'latdim. Undamı dep ketmeyli balam. Ayten adamı özünün qilganlarga öz pushayman qilib 20 necha yil dardini ichiga yutib kepti. Qanday qilamiz? Umu 9 ay 9 kun qo'saq ko'tarib Ildar akamni yo'ruq dunyoga ko'z ochqizgan
baxtsiz onaning birsi bolam. Onun ana buluş layaqıtı yo'q apa. Unutula aqlama. Ana degan o'z farzandini kuchuq tashlab qo'yib, boshqalar qator qo'shib cho'p-cho'ng qilib qo'yganda nomus qilmasdan bu mening balamdi deb da'vo qilib kelmaydi. Balam, akangni akatkil kelmabdi. Daslivida men tushunmay, Ildardan ayrılıp qoldigan bo'ldim deb qopig'imni ochmagan. Keyin uning gaplarini anglab, ko'nglim o'rniga tushdi balam. Mushu soddiliqing, tuzliking asqobliq tepamdi sana apa. Yolg'on gaplarga ishonsang, Eldor akamdan ayrilib qolsa. Yo'q balam. Sen oytan bilan ko'rishgan bo'lsang, bunda demaydi. Meni unda adam yo'q apa. Uning bilan ko'rishgimi yo'q? Unda tarsalik qilma. Gapimga quloq sol qizim. Eldor meni bir qatim bo'lsin ana desa shu kifoyati deb yig'lagandi. Men chidamay yig'lab ketdim balam. O ağzını uçtuzulu şunda dep koydu apa. Vaqt saat kelganda aka balam deb nashtirni tanglaydi sana. Balam, aytanning undaq niyati yo'q. Sen at o'g'in ichida uni tushunib qolasan. O'z bag'rini yerib chiqqan bir yurak parisining o'tida 10 necha yil yoshirinchi kuyish. U osanmi? O'zdan ko'sin apa. O'z qilmishiga yarasha jajisligini yaxshi o'pdi. Sen onunla aldırıp baha berip ketme. Sen hem apang, aytan adam bilen yakın dostladınken. Ulağı xeyli jilla boptu bolam. Aytanni hakikaten iqtidarlık, faziletlik ayal deydi o kızım. Ula tunuşamdik ya? Ildarga hammani dedim. Bir-birlab tushan dedim. Dastlabda o qabul qilinmadi. Mendan og'rindi, terikdi, yig'ladi. Balaning o'tida ko'ymak pek taskin. Mana siz shu o'tda kuyuvatsiz. Balangiz sizni o'z opam desa, siz yaqin. Men seni tug'magan demak. Onu taskin. Ben şu gapni diyemem. Ildar bilan birga yig'lab ketdim. Jinimada men sizni pek qiynadim. As o'zim terigan bu balay qazoni o'zim bir taraf qilishim kerak edi. Onaning dardini ona tushunadi. Onaning bag'rini yerib chiqqan bir farzandidan ilojsiz ayrilib yillab bola o'tida kuyish faqat oson emas. Uning qaraganda Ildarga 2-3 yig'iz gap qilish o cho'qim osondir. Tez, bek tez. Andili tug'ilgan bir buvoqni o'z farzandidan ortiq parvash qilgan onaning og'zida bu gap chiqish tog' yutgandimi tez. Biz Ildarni pek atavalab cho'ng qildik. Lekin tarsariq cho'ngib qoldi. Achchiq ishtik keladi, ishtik ketadi. Ko'ngli pek nozik. O haqiqiy amal tushungandan keyin sizga qilganlariga xijil bo'ldi. Dadasining qatnash haqqasi tugab ketganligi, sizning yolg'iz tikandek turayotganligingiz, Ildardan bilak hech qanday bir yaqin odamingizning yo'qligi. Sizga pek ichi og'riydi. Balam. Canım balam. Yürgümden parisi. Bendek bir vopasız. Bağırtaş anamını geçirdim. Canım balam. Ah kım balam.
Balam, keldingmi? Hey, nemiş qatsız bu konu ayağını yemle. Buldu kılına taşıyıdan yipyen ayak tamamda öyle. Ajrab ketishga yamlab qo'ysam chalmog'ida. Bo'ldilar opa. Og'zingni furtib nim qilsa? Nimish jinini qiynaysan? Qancha qaqsangmi, tashdaq ketib ketgan piqis qadamni o'zgartirmaysan opa. Hey, adasiz, nimda atsa, dadangni mashinaga qilamsa? Mening dadam allaqachon o'lib ketgan. Qara buni bir bola deb shundoq akiltib cho'ng qilsam beshimga chiqamsa sen bir kuni. Qara, opisi bilan tang turayotganini. To'la haddingdan oshma, yo'lsizlik qilma. Ata ana öyle uçuyor.